Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan yana doktor Erkin Ergashev. Bugungi mavzuyimiz albatta ko'pchilik ayollarga qiziq hisoblangan yosharish mavzusi haqida bo'ladi. Men sizni qaritadigan 7 ta eng xavfli odatlar haqida bugungi mavzuyimizda to'liq aytib o'taman. Iltimos kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosish esdan chiqmasin. Iltimos, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki foiz juda ko'pchilikni tashkil etyapti, ya'ni obuna bo'lib ko'rmayotganlar foizi. Bugungi mavzuyimizni boshladik. Xo'p, sizni qaritadigan 7 ta eng xavfli odat. Yosh yurish, tetik yurish hammamizga kerak. Kimga kerak emas? Lekin ba'zida o'zimiz bilmagan holda tanamizni erta qarishga majburlashimiz mumkin. Bu qanday ro'y beradi? Bugungi 7 ta xavfli odatdan buni bilib olasiz. Agarda yoshlik va go'zallikni uzoq muddat saqlamoqchi bo'lsangiz, bu odatlarni hayotingizdan chiqarib tashlashingiz zarur. Birinchisi, noto'g'ri ovqatlanish. Fast food, shirinliklar, yog'li va qovurilgan taomlar. Albatta chiqyapsiz, fast foodni tiqaveryapsiz-da. Shu bilan men tetik yuraman, qorin to'q deb yo'q, mana shu narsalar odamni qarishiga sabab bo'ladi. Juda ko'pchilik kasalliklarga ham sabab bo'lib kelmoqda. Fast food, shirinlik, yog'li taomlar, qovurilgan taomlar. Bularning barchasi organizmga yallig'lanish jarayonini kuchaytirib yuboradi. Natijada teri erta qarib, ajinlar paydo bo'lishni boshlaydi. Agar siz yosh va chiroyli bo'lib qolishni istasangiz, ratsioningizga oqsil, vitamin va minerallarga boy mahsulotlarni to'ldirib tashlang. Mana shunaqa ozuqalar organizmga juda foydali hisoblanadi. Ikkinchisi, yetarlicha suv ichmaslik. Suv hayot manbai hisoblanadi. Yetarlicha suv ichmaslik natijasida teri quriydi, elastikligini yo'qotadi va ajinlar paydo bo'lishni boshlaydi. Lekin tez paydo bo'lishni boshlaydi-da. Chunki hujayraning 90% suvdan iborat. Suvsizlangan organizm charchaydi, toksinlarni chiqarish jarayoni sustlashib ketadi. Kuniga kamida 2 litr suv ichmasangiz, yoshlikni saqlashning iloji yo'q. 2 litrdan ziyod suv ichsangiz, yoshlikni saqlab, uzoqroq muddat yosharib yurasiz, sog'lom yurasiz, tetik yurasiz. Uchinchisi, uyqusizlik va sifatsiz uyqu. Bemalol kirib ko'ring. 2 ta video chiqardim, bittasi 5 ta eng xavfli kasalliklar, ya'ni uyqusizlik keltirib chiqaradigan eng xavfli kasalliklar haqida. Ikkinchisi, mana shu 5 ta eng xavfli kasallikni oldini oluvchi 5 ta eng oddiy usullar bilan uyquni tabiiy yo'l bilan me'yorlashtirish. Bemalol kirib ko'ring, like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Uyqusizlik va sifatsiz uyqu. Sifatli uyqu bu tabiiy yoshartiruvchi vosita hisoblanadi. Kam uxlash natijasida organizm tiklanishga ulgurmaydi, stress gormonlari ortib ketadi, immunitet pasayadi va terida ajinlar paydo bo'lib, qarishni boshlaysiz. Kamida 7-8 soat sifatli uyqu olish kerak. Davomida harakatsiz hayot tarzi. 4-si, agar siz kun bo'yi o'tirib yoki yotib o'tsangiz, qon aylanishi sekinlashib ketadi, mushaklar bo'shashadi, terida ajinlar, dog'lar, har xil o'sha terida yoriqchalar paydo bo'lishni boshlaydi. Jismoniy faollik nafaqat yaxshi jismoniy holat, balki yosh va tetik bo'lishning ham kalitidir. Kuniga kamida 30-40 daqiqa yurish yoki mashq qilishni odat qilib olsangiz, bu organizm uchun juda katta foyda hisoblanadi. 5-si, doimiy stress va tashvish. Stress qarishning eng xavfli dushmanlaridan biridir. Sizni yoshartirishga yo'l qo'ymaydi mana shu stress. Depressiya, stress, ko'p asabiylashish. Kortizol gormoni ortib ketganda ajinlar tezroq paydo bo'lishni boshlaydi, immunitet zaiflashib ketadi, organizm tez qarishni boshlaydi. Immunitet zaiflashgandan keyin ko'pchilik kasalliklarga organizm dosh bera olmaydi. Meditatsiya va nafas mashqlari bilan shug'ullanish kerak. Hozir oramizdan kim meditatsiya qilyapti, nafas mashqlari bilan shug'ullanyapti yoki yoga, yo'q mashqlar, cho'zilish, yugurish, yurish, aylanish, sayr kim qilyapti? Hech kim. Umuman hech kim, ichimizdan hech kim qilmayapti. Iltimos, obuna bo'lib qo'ying. Mashg'ulotlar bilan shug'ullanish va hayotga ijobiy qarab stressni kamaytirishga yordam beradi. 6-si, quyoshdan himoyalanmaslik. Ayollar himoyalanishi mumkin, endi ayrimlari. Quyosh nurlari teri qarishining eng katta sabablaridan biri hisoblanadi. Bu ham SPF kremlari mavjud. Maqtamayman yoki brendni men reklama qilib chiqmayman. SPF kremlari
foydalanmaslik haddan tashqari quyosh nurlariga ta'sir qilish, ajinlar paydo bo'lishiga olib keladi. Har kuni SPF 30 yoki undan yuqori himoya darajasiga ega kremdan foydalanish zarur. Chunki quyosh urishining, quyosh ta'sirining ultrabinafsha nurlarning oldini olishga yordam beradi. Yetarlicha oldini oladi. 7-si, haddan tashqari ko'p shirinlik iste'mol qilish. Shakar, videolarimda aytganman, shakar organizm zarar hisoblanadi. Bu ham me'yoriga bo'lgani yaxshi. Shakar kollagen ishlab chiqarishning to'sqinlik qiladi va terining tezroq qarishiga sabab bo'ladi. Har kuni shirin gazlangan ichimliklar, tortlar yoki shokolad iste'mol qilish bu ajinlarni tezlashtiradigan eng xavfli odatlardan biri hisoblanadi. Agar yosh va chiroyli bo'lib qolishni istasangiz, shakar iste'molini yetarli miqdorda kamaytiring. Xulosa qilib aytganda shuki, qarish tabiiy jarayon, lekin biz uni sekinlashtira olamiz. Sekinlashtirsak bo'ladi. Ushbu 7 zararli odatdan voz kechsangiz, yoshlik va sog'lig'ingiz uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin. Bugundan boshlab to'g'ri ovqatlanish, ko'p suv ichish, yaxshi uxlash, stressdan qochish va faol hayot tarzi kechirishni odat qilish kerak. Siz ushbu odatlardan qaysi biriga eng ko'p uchraysiz? Iltimos, fikrlaringizni kommentda yozib qoldiring. Sizlardan yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Kommentga qanday kasallik haqida video chiqarishni aytsangiz, men o'sha kasallik haqida video chiqarib beraman. Uni sabablari kelib chiqish, undan yana kelib chiqadigan turli xil yana qo'shimcha kasalliklar, uni tabiiy davolash yo'llari uy sharoitida, mana shularni aytib o'taman. Video yoqqan bo'lsa, videodan ozgina bo'lsa-da o'zingizga ma'lumot olgan bo'lsangiz, foyda olgan bo'lsangiz, iltimos like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin, chunki har kuni har xil kasalliklar haqida to'liq video chiqarib boraman. Hech bo'lmaganda video 2 kunda bir chiqyapti. Iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan doktor Erkin Ergashev bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoda uchrashguncha xayr.